Har bir xalqning tarixida shunday asarlar bo'ladiki, ular nafaqat bir davrni, balki butun bir millatning taqdirini aks ettiradi. O'zbek adabiyotining ana shunday nodir durdonalaridan biri Chulponning Kecha va kunduz romanidir. Bu asar bizni 20-asr boshlariga Turkiston hayotiga olib kiradi. O'sha davrning urf-odatlari, insonlarning orzu-umidlari, dardlari va iztiroblari yorqin tasvirlangan. Roman voqealari orqali xalqning kechmishi, jamiyatdagi adolatsizlik va inson qalbining eng nozik tuyg'ulari mahorat bilan yoritiladi. Har bir sahifada tarix nafasi, har bir voqeada esa hayot haqiqati mujassam. Shu bois Kecha va kunduz bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bebaho asar hisoblanadi. Asarning markazida Zebo obrazi turadi. Uning hayoti orqali muallif o'sha davr ayollarining taqdiri, jamiyatdagi o'rni va orzu-intilishlarini chuqur ochib beradi. Zebo faqat bitta qahramon emas, balki o'z baxti va erkinligi uchun kurashayotgan inson timsolidir. Roman davomida uchraydigan har bir qahramon o'ziga xos xarakterga ega. Ularning quvonchi, iztirobi, umidi va armoni kitobxon qalbiga chuqur ta'sir qiladi. Chulpon voqealarini shunchaki hikoya qilib bermaydi, balki o'quvchini o'sha davr muhitiga olib kiradi. Kitobni mutolaa qilar ekansiz, qadimiy mahallalar, gavjum bozorlar, sokin hovlilar va insonlar taqdirini ko'z oldingizga jonlantirasiz. Shu bois Kecha va kunduz nafaqat tarixiy roman, balki insoniylik, adolat va erkinlik haqida mushohada yurishga chorlaydigan asardir. Kecha va kunduz bu faqat o'tmish haqida hikoya qiluvchi roman emas, u bugungi kitobxonning ham o'ylashga undaydi. Asar bizga erkinlik qadrini, adolatning ahamiyatini va inson sha'nini asrash naqadar muhim ekanini eslatadi. Chulpon o'zining yuksak badiiy mahorati bilan har bir qahramon taqdirini jonli va ta'sirchan tasvirlaydi. Shu sababli bu roman yillar o'tsa ham o'z qadrini yo'qotmagan. Aksincha har bir yangi avlod uchun qayta kashf etilayotgan bebaho merosga aylangan. Kitobni mutolaa qilar ekansiz, siz nafaqat Zebo va boshqa qahramonlarning hayotiga ham guvoh bo'lasiz, balki o'z tariximiz, milliy qadriyatlarimiz va xalqimizning kechinmalari ham chuqurroq anglaysiz. Har bir sahifada sizni mushohada qilishga, inson taqdiri va jamiyat haqida o'ylashga chorlaydi. Aziz kitobxon, agar siz mazmuni teran, voqealar ta'sirli va badiiy qiymati yuksak asar izlayotgan bo'lsangiz, Chulponning Kecha va kunduz romanini mutolaa qiling. Ushbu asar kutubxonamiz fondida mavjud. Sizni kutubxonamizga taklif etamiz. Kitobni o'qing, tafakkuringizni boyiting va milliy adabiyotimizning bebaho durdonalarini birgalikda kashf qiling.